Assalomu alaykum qadrli do'stlar. O'zbekiston Super Ligasi 9-turidan reportajlarimiz davom etadi. Urganch shahri Xorazm sport majmuasidan navbatdagi reportajimizni boshlayapmiz. Mezbon Xorazm jamoasi Farg'onaning Neftchi klubini qabul qilmoqda. Hamda bizdan chap, Neftchi jamoasi esa bizdan o'ng tomondagi darvozani qo'riqlaydi. Ham yaxshi futbol namoyish etmoqda. Balkim Xorazmdan ham kimlardir, qaysidir yorqin o'ynayotganlar milliy jamoadan chaqiruv oladi. Yon chiziqdan Ibrohim Halil Yo'ldoshev to'pni tashlab bermoqda. Va umumiy asosiy tarkibni shakllantirib bo'lgan. Aniqlab Fabio Cannavaro. Jahon kurdi. Mateo oldinga to'pni uzatdi. Axorov yaxshi. Ibrohim Halil Yo'ldoshev raqibni mana shunday uslubda to'xtatib qoldi. Yelkama-yelka kurash. Abduxoliqov, Otaxonov, hozir Alisher Odilov, Lohan jarima maydoniga yuqoridan to'pni uzatmoqda. Diyor Ortiqboyev kurash olib bordi. Ibrohim Halil birinchi to'pga yetib borgan. Keyin Alisher jarima maydoniga kirdi, yordam yetib kelmoqda. Yo'ldoshev Ibrohim Halildan jarima maydoniga pas. Yovan Jokic hujumni davom ettiradi. Ikkinchi qavatda zarba yo'llash kerak bo'ladi. Qoida buzilmoqda. Ibrohim Halil Yo'ldoshev hozir foul. Juda faol Ibrohim Halil. Nafaqat himoyada, hujumda tinim bilmayapti. Yaxshi imkoniyat edi. Iskandarov, Yo'ldoshev, Ibrohim Halil o'z oldinga o'tyapti chapga. Alisher Odilov, Alisherdan jarima maydoniga pas. Farruh Sayfiyev, Yovan Jokic esa juda ham Neftchining qarshi hujumi to'xtatilyapti. Yo'ldoshev qanotdan Xorazm navbatdagi hujumni tashkil etishga harakat qilyapti. Diyor Ortiqboyev, Ahrorov, Azizjon jarima maydonida, jarima maydoniga kirib borayotgan edi. Va yiqildi. Uni kutib olishdi. Yana chap qanot Neftchida faollik ko'rsatmoqda. Ibrohim Halil Yo'ldoshev yiqildi. Unga nisbatan qoida buzilgan. Sunnatulloh Hamidjonov Olimpik jamoasida burchak zarbasi. Bu gal qanday ijro bo'ladi? Hozircha Abduxoliqovdan pas. Ikkinchi qavatda to'p uchun kurash davom etmoqda. Otaxonov yana qaytardi. Zarba yo'llandi. Kun doirasida 3 o'yin reja qilingan. Xorazm Neftchi Qizil Qo'qon 1912 davom etmoqchi bo'lgan. Ibrohim Halil Yo'ldoshevning